Mani elim, ellatim oyginidagi go'zal axloq degan libosi bor millatim. Qo'lini ko'ksiga doim bosgan o'zbegim. Mani elim, g'ururim, jonim fido bo'lsin agar u mani kamida har dam. Salomatligi bor oqibatda oxiridagi moddam. Xotirjam o'zbegim mani millatim, donishmand devonxonam. Bu yerlarni kezdi bo'lib har yon ahli xarobotilar. Devonayu mashoyix abdollar, Ibn Sino bobolarim, Hazrati Naqshband darajati ulug'lar, balogardonlar. Terani koinot sirlarini bilishni istar hamon bu odam zot. Hozirgi kunda ham noayyon bardavom. Endi aniqlanayotgan bashoratni bilar edi kim? Ulug'bek bobom. O'zbegim manim, o'zbegim millatim mana g'urur. Zaminim elim go'da yanada bepayon, har tomonda Samarqand u Buxoro Xiva tomon. Bo'limga doimani, bo'limga doimani, yana bu markazim dono dunyoning olamida mani. Olamida mani. Minnatdorman, shukr qilarim bor kecha-yu kunduz. Ota-onamning bergan tarbiyatini haqini ado etib bo'lmas ekan hanuz. Nechun ular bunday mehribon, borliklari bir ulug' inom. Farzandining aybini yashirish va